Assalomu alaykum, hurmatli akademistlar. Men Sayora Almetova sizlarga bugun o'z omad tariximni aytib beraman. Ya'ni yoshim 41 da, oilaliman. Hozirda 3 nafar farzandim bor. Faberlik kompaniyasiga kelgunimcha pedagog bo'lganman, qizlarjonlar. Faberlik kompaniyasiga esa 2013-yil 25-iyun kuni a'zo bo'lganman. Kompaniyaga kirib kelishimni asosiy sababi bu oilada o'z o'rnimni topish va qo'shimcha daromad topish bo'lgan. Men Faberlik kompaniyasiga kelgunimcha ham kollejda, ham maktabda dars berganman. Ikkita daromad topib, charchab, o'zimga o'zim aytayotgan bo'lganman. Ya'ni qaniydi shunaqa oson ish bo'lsa-yu, yana ham qo'shimcha daromad topsam degan davrim bo'lgan. Biza yana turmush o'rtog'im ikkalamiz ham davlatchida ishlaganmiz u vaqtda. Ularning daromadlari ham bo'lgan, lekin bizda nimagadir yetishmasdi. Sababi bizning oilaviy $5000 qarzimiz bo'lgan, qizlarjonlar. Biza o'zimiz uchun 3 xonali kvartira olganmiz va qarzimiz bo'lgan. Hozirgi kunda $5000 summasi 60 million, 65 million bo'lsa, o'sha davrda 20 millionga yaqin daromad bo'lgan. Men maktabda ishlab 450 ming so'm oylik olardim. Turmush o'rtog'im zavodda ishlab 350 ming so'm daromad topardilar. Ularning daromadlari ikkita farzandim bog'chaga borardi va 3 xonali kvartiramizdan kvarplata, svet, suv, gaz, maxsus transka va hokazo o'sha nalog hammasiga ketardi va ularning oyliklari shu bilan tugardi. Meni daromadim bo'lsa, bor yo'g'i $100 qilishga yetardi kvartirani qarziga va qolgan 100 ming so'm yoki 80 ming so'm pulga biza bir oy barcha kamchiligimizni, ya'ni produktimizni, bolalarni kichkina bo'lgan kiyimlari yoki oyoq kiyim, bilasizlar, tez yirtiladi. Mana shularning o'rnini to'ldirishimiz kerak bo'lardi va bolajonlarimiz tez kasal bo'ladigan yosh deydi, ya'ni bog'cha yoshi deydi. Bilasizlar, bog'chada bolalardan bir-biridan shamollash yuqadi, yana va hokazo dori-darmonga ketish kerak bo'lardi. Ota-onamizni haftasiga bir marta ko'rishimiz uchun ham ikkitadan transportda borib kelishimiz va hokazo mana shu har bir oilada bo'ladigan ishlar vaziyat uchun bor yo'g'i 80 mingdan 100 ming so'm oralig'idagi pul bizga qolardi va men yana ham qo'shimcha daromad topish uchun o'qituvchilarni yozuv chizuvlarni pulga olib kelib qilardim yoki nimalardir pishirib borib o'shani obedga pulga chaqishga harakat qilardim. 24 ga 7 ishlashga harakat qilardim-da, qizlarjon. Undan tashqari uyda kompyuterning uslugi ishlarini qilardim. Nima uchun? Farzandlarimni kelajagida sog'lom